Ko'pchilik bu motoblokni oddiy motoblok deb o'yladi, lekin bu videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, siz ham fikringiz o'zgaradi. E'tibor berishlaringiz mumkin, ko'pchilik obunachilarimiz yangi partiyada kirib kelgan motobloklarini obzor qilib chiqargin deb so'ragan obunachilarimiz uchun yangi partiyada motorlari 192 motorli, 17 ot kuchli benzinlik motobloklarimizni yangi partiyalarni olib kelib qo'ydik. Bu motobloklarimizni oddiy motobloklardan farqi, e'tibor berishlaringiz mumkin, chap tomon ruchkani bossangiz, chap tomonga, o'ng tomon ruchkani bossangiz, o'ng tomonga 360 gradusgacha burilish imkoniyati bor. Bu motoblogimizni boshqa turdagi motobloklardan yana bir farqi, hozirgi kunda 60-70 agat oralariga va kartoshkalarni kavlashlik uchun universalniy motoblok qidirib yurgan akalarimiz uchun yangi partiyadagi motoblokni sotib olishlaringizni tavsiya beramiz. Kimga mana shu turdagi texnikalar zarur bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha kuzatib boring. Hozirgi kunda bu 17 ot kuchli motoblogimizni Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan yangi partiyada kirib kelgan TH motobloklarimiz bo'ladi. Bu motoblogimiz motor qismi 192 eng katta benzinli motorlar bilan jihozlangan, yoqilg'i turi benzinli va oldida LED faralar bilan jihozlangan starter kalitda yuradigan varianti. Bu motobloklarimizni oldingi partiyadagi motobloklardan yana bir farqi, e'tibor berishlaringiz mumkin, akkumulyatorlari start stopli qilib, mana shu yerda o'zidan knopkada yuradigan qilib olib kelganmiz. Hech qanaqa kalitda ham burash shart emas. Bittagina knopkani bosadigan bo'lsangiz, avtomatik motoblok yuradi. Xo'p, bu motoblogimizni motor qismlari 192 17 ot kuchli motorlar bilan jihozlanganligi uchun rasxodlarni ham ekonomishni qilib olib kelganmiz. Karburatorlari tomonlama original karburatorlardan qo'yilgan, soatiga 700 grammdan 1 litrgacha benzin rasxod qiladi. Bu motoblogimizni e'tibor berishlaringiz mumkin, reduktor qismlariga ham juda ham yaxshi ahamiyat berilgan. Reduktor qismlari ham eng katta 650 tali reduktorlar bilan jihozlangan bo'ladi. 650 tali reduktor deyishimizga sabab, pastki tomon moslari katta moslardan qo'yib ishlangan va bu motoblogimizni ichidagi shesterni o'qlari, pachivnilari va orqasida vomlargacha eng katta original zapchastlardan qo'ydirib olib kelganmiz. Bu motobloklarda hozirgi kunda oldiga 1 va 2 skoroslari bor, orqaga bitta zatni xodlari bor. Bu motoblogimizda hozirgi kunda rollari uzun varianti ham bor, rollari kaltaroq variantlari ham bor va undan tashqari bu motoblogimizda 650, 550 va 450 tali korobkali variantlari bor. Bularda bir-biridan farqi, motoblok tanlab olayotganingizda iloji boricha eng katta reduktorli variantlardan sotib oling va orqasiga mana shuni kartoshka kapatillar, o't o'radigan kasilkalar, suv nasos, dori apparatlar qo'yishlik uchun eng katta reduktorli varianti bo'ladigan bo'lsa, sizga motoblok uzoqroq xizmat qilib beradi. Va bu motobloklarimiz uchun hozirgi kunda 2 yildan garantiyalargacha qilib beryapmiz. Kimga mana shu turdagi motobloklar zarur bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda aytib o'tganimda 450, 550 va 650 tali korobkali variantlari sotuvda bor. Bularimizni eng arzon variantlarini hozirgi paytda 8 million 500 ming so'mdan boshlab 9,5 million so'mgacha assortimenti bor. Xohlaganlar uchun bu motobloklarni kesalaringiz, xohlaganlar uchun shiroki variantidan, xohlaganlar uchun узкий balonli variantlardan tayyorlab beramiz. Xo'p, bu motoblogimizga qo'shimcha agregatlarimiz ham qo'yilgan. Bu agregatimiz kartoshka kavlaydigan kapatil. Bu kapatilni barcha turdagi motobloglar uchun ustanovka qilishlaringiz mumkin. Bu kapatillarimizni hozirgi paytda narx-navolari atiga 200 ming so'mdan boshlab 400 ming so'mgacha kartoshka kapatillarimizdan ham bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Motoblogimizning o'zini komplektda hozirgi paytda yer haydashlik uchun mana shunday frezalari chiqadi.
dokumenti va kulishlari chiqadi. Bu motobloklarimiz uchun aytib o'tganimdek 550 va 650 talik korobkali variantlariga 1 yildan 2 yilgacha garantiya qilib beramiz. Agarda siz arzonchiroq modellardan olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz ham shu joyda o'zida ishlatib, yurgizib tekshirib beramiz. Faqatgina bez garantiya chiqadi. Shuning uchun iloji boricha qayerdan olishingizdan qat'iy nazar motoblok tanlashda adashmanglar. Eng katta benzinli motorlar bilan jihozlangan 17 ot kuchli motorlari bilan va 650 talik va 550 talik korobkali variantlaridan olishlaringizni tavsiya beramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Nalichida bizni do'konlarimizda sotuvda bor. Aytib o'tganimdek, narx-navolar kelishadigan joylari bor. Narxi 8 million 500 ming so'mdan boshlab 9,5 million so'mgacha assortimentlarini olib kelib qo'yganmiz. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Ekranga ham nomer qoldirib qo'yapmiz. Bu motobloklardan tashqari hozirgi kunda mini jabkalarimiz, o't o'radigan kasilkalarimiz va motobloklarda turidan olib kelib qo'yganmiz. Bemalol kelib sotib olishlaringiz mumkin. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agro servis do'koni. Videolar foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa, videolarga bitta like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. Kimga mana shu turdagi 17 ot kuchli benzinli motobloklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Ekranga nomer qoldirdik. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.